Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari, chorvasevar aka-uka opa-singillar, hurmatli buqa ishqibozlar, hurmatli akalar, 60 million 200 ming so'm jupiga savdosi o'tib hozircha ertalabda. Farg'ona viloyati Quva tumani. Quva chorva mol bozori. $60 million 200 ming so'm. Qorasini necha bo'ylari balandroq, biri 40 yonlarda, biri 35 plus. Hurmatli aka-ukalar, 60 million 500 ming so'mga chiqdi. Olasini o'ziga 29 million 500 ming so'm savdo qilib turibdi akamiz. Mana. Sanamiz 19-mart, hafta kuni yakshanba. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quva chorva bozorida. Hurmatli aka-ukalar, layklab bosib ko'rasiz, chiroyli qilib muqaddarlar bilan tanishtirib boramiz. Bismillohda videomizni boshladik. Bir boshlaylik. Ketdi. Videolar ikkita savdo yana bitta joyda, xudo xolasa. Katta buqamizga, taroziga 69 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. Akalarimiz savdo qilib turibdi 69 mingdan. Kichirog'iga 27 million so'm. Hurmatli aka-ukalar, 27 million so'm kichirog'iga. Kichirog'i ham kichkina bo'lib, 125 plusda bo'ylari. Kattasi 140 plus, 145, 150 ham totadi. Hurmatli aka-ukalar. Kichkintoyimiz 23 million 700 ming so'mga olindi, barakasi bo'ldi. Xo'p, qisqa qilib shunaqa mazmunli video qilib beramiz. 27 million so'm savdosi bo'lib turibdi hozircha. Qamroz bu tomonda savdo qilishyapti akalarimiz, 27 million so'm. Narigisiga 33 ga 200 ming so'm o'tib bersin deb 32 million 800 ming akalar. Nariyada uni savdosi bo'lyapti ham. Shunga qisqa yo'lda qilib video qilib beramiz sizlarga. Videoga kirsalar like bosib turasizlar. Boyaga necha million aytilyapti-ya? 25 million. Narigisi sizdanmi, sizdan emasmi? 25 million tish buzgana? Tish buzgana? Yo'q. O'zicha 25 million so'm hurmatli aka-ukalar. Savdo ko'rdimi? Savdo necha pul? 22 yarim. 22 million 500 ming so'm hurmatli aka-ukalar. 25 million so'm narx aytilyapti. Mana qo'shamiz. Chem necha puldan narx aytilyapti bularga? Necha puldan narx aytilyapti? Narx aytilishi 55 jupa. Savdo bo'ldimi yo? Yo'q. Endi ertalabda hurmatli aka-ukalar savdosi bo'lgan yo'q. 55 million so'm. Примерно bo'ylari 130, 125. Mana. Ular chiroyli o'ta qolsa. To'rinsini ham olib qo'yaylik. Chet necha pul qilishyapti buni? 24 yarim. Aytilish narxi necha pul o'zi? 26 million so'm. Hurmatli aka-ukalar. Naql qisqa, bunda mazmunli, chiroyli video qilib beramiz, xudo xolasa. Bu tomonga ham seroq. Qancha bo'ldimi ekan? Hurmatli aka-ukalar, gibrid buqamiz 24 million so'm savdo bo'lyapti. O'zicha ekan hali menimcha. Ko'chatda haqiqiy moshniy aka-ukalar. Bo'ylari 125 plus. Haqiqiy yomon ko'chatni zo'ri. Mana. Chep yoshi qanaqa buni? Yoshi. O'zicha. Necha pullar aytilyapti? Aytilish narxi 26 million so'm narx aytilyapti, 24 million so'm savdosi bo'lib turibdi hurmatli aka-ukalar. Yosh gibrid buqacha. Bu tomonda 22 million bo'lyapti bu qora buqamiz hurmatli aka-ukalar. 22 million bu, lekin bunga qaraganda sifatga ham hamma yo'qqa chempion mana challalar aytib turibdi. O'zicha hurmatli aka-ukalar, o'zicha
savdo orqada bo'lib turibdi aka-ukalar. Sekin bir boshli ketaveramiz yana. Qo'larimiz seroq. Bu ashi qizilimiz ham 26 million so'mga baraka bo'ldi. Chiqibdi. Aka-ukalar, qo'larni to'g'rasa ko'chatlari. Sekin maydalashib ketaveramiz yana. Jupiga 58 million so'm narx aytilyapti. Shvedlarimizga. Aka-ukalar. Mana ish buzmagan hali bo'zaycha ikkalasi ham. Yosh narsalar. O'ylab turibdi xolasi. 58 hali savdo bilan bozorga endi keladilar. Soatimiz 6:15. Yoriq endi tushyapti. Hayotda 3 bosh qoralarda polvonlari mana. Shovozlariga. Hurmatli aka-ukalar, shved buqani yoshi ko'chati zo'ri. 23 million 200 ming so'm savdosi bo'lib turibdi. Yosh ko'chatcha aka-ukalar. Mana bo'ylari примерно 1.25 ga totadi. 25 qo'liq chiqmaydi, lekin totadi. Chunki oyoq qo'li cho'zi yaxshi mol. Bo'ylari tamamen uzun. Xolasa toza qonli zot bar hamma joyda pul bo'ladi. Hammani fikri xayoli, bozorning xayoli shunda savdosi bo'lib turibdi. Yosh ko'chatlar ichida Xudo xolasa nasib qilsa buni barakasini ko'rsatamiz. Buqamizni 22,5 ming savdosi bo'lib turibdi aka-ukalar. Bo'ylari bir xil. Bitta u etliroq, lekin buni zoti borligi uchun sal qimmatroq yuribdi aka-ukalar. 23 million 200 mingga 22 million 700 ming. Ha, aka-ukalar. Xohlasa nasib qilsa barakasini ko'rsatamiz. Hurmatli aka-ukalar, bu barakasi bo'ldi buqamizni. 22 million qancha yer? Mana hozir ko'rsatgan buqamiz. Xohlasa bu barakasi bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Davom etamiz. Maydalashib ko'chatlarga o'tdik. 100 so'm. Endi 100 mingga bermayapman men. Berayapman, menga beryapman. Baraka bo'ldimi do'st bu? 20 million 600 ming so'm hurmatli aka-ukalar. Shvedcha. 1708. Berma. 17 million 800 mingga savdo bo'lib turibdi hurmatli aka-ukalar oq boshiga. Mana ko'chatiga. Yosh buzoqchalar. Mana shvedini ham bitta ko'rsataylik. 20 million 600 ming. Kim necha puldan qiladi? 22 million so'm narxi. 22 million so'm narxi, 20 million 600 ming so'm savdosi bo'lib turibdi hozircha. Lekin mol ham yaxshi narsa ekan, yaxshi narsa. Hamma yo'qlari zo'r. Hurmatli aka-ukalar, nasib qilsa buni ham barakasini ko'rsatamiz. Shu yomg'ir ham boshladi. Chiroyli qilib video syomka qilsak, soatimiz 6 dan 50 minut o'tdi. 6 dan 50 daqiqa o'tdi. Xudo xolasa 7 ga yaqinlashib qoldi. Jibriydi. Zo'ra. 25 million so'mga baraka bo'ldi bu yana shukr. Mana 10 oylik ovozchi. Mana ish qog'ozlariga. Lekin yaxshi mol oladi. 50 ming so'm, 100 so'mga qaramaydi. To'g'risi. Endi mana onasi qolgan pulni katta qilguncha, inan to'yib Hurmatli aka-ukalar, 10 million so'm savdo bo'lib turibdi xunajinimiz. 10 million emas, 100 so'm.